Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'nın ulug' sifatlarının birisi idi, ol şista ko'ngilli ham mehribonli buluvi. Alloh Taala Muhammed Aleyhissalatu vesselam'nın sifatlari turunda ayrim Qur'onda esga oladi. Agarda sen qoti bag'rli, usal kishi bo'lsan, ey Muhammad Aleyhissalatu vesselam, senin yonundan bitinisi qo'shirlar edi. Senin ulug' sifatlarının birisi. Ol dayında şista, ko'ngilli, mehribonli ham kishilikli sifatın. Shundan da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ның turmushida bo'lgan bir hal. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ның yurti yonunda yanasha bir kishinin yurti edi. Ol kishi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ni shul xatli yaratmagan bo'lgan. Hatta yurtunda bo'lgan bütün şüplerin jiyib, her kunni Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ның eshik oldida bo'shata turgan, siba turgan, irg'ita turgan bo'ladi. Muhammed Aleyhissalatu vesselam namozga chiqqan oldinda ol boshdan chiqib shusha shüplerini jiyib, bir so'zsiz eshik oldin poklandirib namozga bora turgan bo'ladi. Nihoyat kunlardan bir kunni şüpler ko'rinmadi. Şüp sibib qoldıruvchi da bo'lmadi. Birer hal bo'ldimikan, og'ritib ketganmikan deb Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam shusha yovuz ko'rishisi yanına kelib, ko'ra onun og'ritib yotganin ham onlarga tirisha yordam etirgan. Onu davolarga shusha holatni ko'rib, ol ko'rishisi yilab jibara ham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ның haq peygamber ekanligine guvohlik keltira, shahodat ayta. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Mana hurmatli jamoat, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ның har bir turmushida bo'lgan o'rnagi bizni ikki dunyo baxtine eriştire turgan bo'ladi. Biz onun şuşu yumshoqlig'in o'zimizga o'rnak bo'lib olsak, hech sheksiz ikki dunyo baxtine, barakatine erishirmiz. Alloh Taala har birimizga yumshoqlikni, mehribonlikni ham shista, pok, ko'ngilli bo'lurga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.